Toshkentning shovqin-suronida har kun yangi sir va xavf keltirar ekan. Tozalovchi seriali haqiqiy triller sifatida namoyon bo'lmoqda. 2025 yil 3 oktyabr soat 21:25 da Milliy Tuda 65 qism namoyish etiladi. U tomoshabinlarni yanada chuqurroq intriga girdobiga tortadi. Bu epizod o'zining mord, ammo jasur qahramonasi orqali 60 soyalariga qarshi kurashni davom ettiradi. Serial meni ilk qismidanoq hayratda qoldirdi. Oddiy tozalovchi ayol superqahramonga, maxsus xizmatlar olovidan otgan kuchli obrazga aylandi. 64 qism nafaqat jangovar sahnalar, balki ruhiy kuch portreti. Asosiy qahramon terroristlarga qarshi oynani artganda ishonch bilan kurashadi. Operator har bir nafas va soyaning ruhini ushlaydi, dialoglar esa o'tkir va samimiy, xuddi o'zbek mehmondostligidek. Bazarlar, choyxonalar, oilaviy rishtalar, bular bezak emas, balki hikoyaning tirik asosi. Bosh rol ijrochisi alohida tahsinga loyiq, uning nigohi monologlardan ham ko'proq gapiradi. Toshkent esa fon emas, balki voqealar hamkoriga aylangan. Serial qo'rqmasdan terrorizm, xiyonat va o'zini izlash mavzularini ko'taradi, lekin umid bilan yoritadi. Har bir qism kuchli cliffhanger bilan yakunlanadi, yangi qism esa kutilmagan burilishlar va xiyonatlar bilan hayratga solishi aniq.